Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi bemorimiz ham gemoroyga shikoyat qilib kelgan, og'riqlar, qonashlar ich kelganda bir necha yil davomida shu narsa qayta bezovta qilgan, oxir oqibat demak operatsiya qilishga qaror qilib kelishdi. Bemorimiz ham demak Mehmon viloyatdan, qaysi viloyatdan edingiz? Andijon. Andijon shahridan bemorimiz. Demak hozir mana lazer usulida operatsiyani boshlamoqdamiz. Lazerlarimiz germanskiy, nemetskiy texnologiya hamda bir martalik bu lazerlarimiz. Juda sifatli, tez, og'riqsiz, eng asosiysi bemorlarda juda qiynaydigan savol, og'riqsiz o'tadimi degan savol. Og'riqsiz o'tadi. Reabilitatsiya juda tez. Yaxshi yotibsizmi? Qanday qo'rquvlar yo'qmi? Yo'q. Operatsiya tez bo'ladi lazerda. Hozir mana tayyorgarlik ko'ryapmiz. 10 daqiqa, 15 daqiqada xudo xolisa tugatamiz. Yaxshi qildi.